Yoz mavsumi boshlanishi bilan ochiq suv havzalarida cho'milish holatlari ko'payadi. Ayniqsa, ruxsat etilmagan joylarda cho'milish xavfli vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois Qashqadaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va hamkor tashkilotlar ishtirokida joylarda profilaktik reydlar o'tkazish kuchaytirilgan. Daryo, Ariq kanalining suvi tiniq yoki sokin ko'rinishi uni xavfsiz deb atash uchun yetarli emas. Tubidagi to'sqinliklar, suv osti girdoblari yoki chuqurliklar katta xavf tug'diradi. Shunday bo'lsa-da, fuqarolar, ayniqsa bolalar ruxsat etilmagan joylarda cho'milishda davom etmoqda. Nishon tumanidan oqib o'tuvchi Qarshi bosh magistral va Mirishkor kanallari xavfli cho'milish nuqtalari sanaladi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan kuzatuvlarda 30 dan ortiq ruxsat etilmagan cho'milish manzillari aniqlangan. Mavsum boshidan beri bu joylarda har kuni muntazam ravishda nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad fuqarolarimiz va yoshlarimiz mana kunning isib ketishi oqibatida suvda cho'milishlar va ularda ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lmasligini oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar olib bormoqdamiz. Reydlar davomida ayrim ota-onalarning ham o'z farzandlarini taqiqlangan joylarga olib kelayotgani aniqlandi. Bunday holatlarning oldini olish uchun aholi o'rtasida ogohlikka chorlovchi eslatmalar, banner va bukletlar tarqatilmoqda. Mutasaddilarning aytishicha, bu kabi nazorat tadbirlari cho'milish mavsumi davomida barcha hududlarda o'tkazib boriladi. Qoidabuzarlar aniqlangan taqdirda tegishli tartibda jarimalar qo'llanilishi mumkin. Asosiy maqsad ro'y berishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olishdan iborat.